Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, bizlar kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Mana bizga Xitoy keng turdagi gidravlikalarga sizlar bitta tanishtirib o'tamiz. Mana bunga keladigan bo'lsak, bu gidravlikamizning motori 5,5 kilovatli bo'ladi. Bu lentali deb aytiladi. Mana ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Lentali gidravlikamiz sifati zo'r, garantiyasi 1 yil bo'ladi. Mana bunga keladigan bo'lsak, bu 170 motor qo'yilgan, benzin motori. Raymond ishlab beradi. Bu lentali gidravlikamiz. Mana oldida segmentlari ham bor, ko'rsatib o'tishingiz mumkin. Sifati juda ham zo'r buni. Mana bunga keladigan bo'lsak, bu oddiy tilda aytganda jodu deb aytiladi. Ichida 4 ta pichog'i, 6 ta pichoqli 2 xil modeli bor. Motori 5,5 kilovatli bo'ladi. Keyin mana bu yangi partiya kelgan, mana yangi model. Bu lentali, ichida 4 ta pichog'i, mana lentasi bo'ladi o'zida. Motor ham 5,5 kilovat. Bizlarda undan tashqari granul apparatlar hamma modellardan bor. 125, 150, 160 modellarda ham bor. Keyin mana bunga keladigan bo'lsak, mana vodiy gidravlika sifati ancha yaxshi, vodiy gidravlikaniki. Keyin mana bu Xitoy gidravlika aka. Mana bunga Xitoyga keladigan bo'lsak, bu Xitoy gidravlikamizni mana pichoqlar ham kuydirilgan pichoq bo'ladi, molatkoviy mixavikli bo'ladi. Ham bunda